Ben bilgan Ramazonman 65-yilda tug'ilganman. 65 yoshdaman. Bu bemorlik boshlanganiga 1-2 yil bo'ldi. Shu og'riq bilan, yelka sohasida og'riq bilan kelganman. Qo'llarimni qaltirash, oyoqlarimni yurishi, harakatga ololmasdim. Natijasida shu yilda davolandi, yaxshi qoldim. Kelganingizdagi og'riqlaringiz qanchalik kuchli edi, yelkangizdagi og'riqlar? Yelkamda og'riq kuchli, onasi kuchli og'riqlar. Bugungi kunda og'riqingiz qanchalik pasaydi? Og'riqlar bormi bugungi kunda? Necha foizga pasaydi 100%dan? 70-80% og'riq kamaydi hozir. Harakatlaringiz уже свободный, bemalol uxlay olyapsiz, harakat qilyapsiz yaxshi. Bemorimizda основной diagnoz болезнь Parkinson kasalligi. Shu natijasida kelib chiqqan bizda yelka bo'g'imini yallig'lanishi hisoblanadi. Mana og'riqlari уже bugungi kunda pasayib, harakatlarimiz свободный bo'lib qoldi. Xo'p. Dальше lecheniani endi nevropatolog bilan birgalikda nima qilamiz? Davom ettiramiz.